Arzonchiroq Lacetti qidirib yurganlar uchun bizda navbatdagi Lacetti avtomobili 2009-yilda ishlab chiqarilgan, ikkinchi paysa mexaniki korobkali, bosib o'tgan masofasi, probegi 376 ming kilometr. Mashinaga metan gaz o'rnatilgan, 3-pokoleniya, motorida hech qanaqa muammosi yo'q. Hadoyida ozgina ishi bor, 100-150 dollar bilan hamma ishi bitib ketadi hadoyida. 17 diametrli chiroyli diskalar taqib qo'yilgan, balonlarning holati svejiy, hali yap-yangidek turibdi. Saloniga keladigan bo'lsak, probegi uchun, yili uchun yaxshi holatda saloni, eskiroq bo'lsa ham chexoli bor, qanaqadir Findifirskiy rul o'rnatilgan, krokodilli terisidan obshivkalarni o'rashgan. Bu mexanika, tepalari ham koja qilingan ekan. O'zini shtatniy magnitofoni deb, signalizatsiya Magic Car bor, normalniy akkuratniy salon. Kraskasiga keladigan bo'lsak, 3-4 ta detali bo'yalgan, krilo eshiklarida kraskasi bor. Suyagi absolyutno but-butun mashinani. Narxi 5500 dollar. Mashina faqat naqd pulga sotiladi. Telefon raqamlarini video opisaniyasida va video kommentariyasida qoldiramiz. Qiziqqanlar aloqaga chiqinglar, kelinglar, ko'ringlar, baraka qilib olib ketinglar. Manzil Toshkent shahar.